albatta so'raman. Konsert ko'rinmasiga marhamat, tashkilotchini chaqiraman. Bak Buxoro rahmat. Ya, unaqa behurmatsizlik qilgan bo'lsa-da, mana konsert ko'rinmasiga tashkilotchi. Marhamat, tashkilotchini chaqiraman. Bak Buxoro rahmat hammalarga masalani yaxshi ko'raman. Va yomon xabar aytib kelmayapti. Hammalarga yaxshi kayfiyat, yaxshigina qaynoqqina issiq. Xo'p. Qo'ldan kelgancha bir-ikki to'pni qo'shig'ini sizlar bilan kuylaymiz. Hozir organizatorlar bilan suhbatlashganimizda Ummon guruhi kelyapti, deyishyapti, kelmayapti ham deyishyapti. To'g'risi biz ham aniqini bilmayapmiz. O'shaning uchun men sizlarga istoriyada Ummon guruhini konsertda ko'rishamiz deganim uchun sizlar bilan yuzlanyapman va sizlarning sabringizni mana shu qarsiylarni o'zingizga chalib qo'ysanglar bo'ladi. Esichun. Bilaman, nasriylar yo'q endi. To'g'risi, aytbanda emas. Короче, 3,5 soat Ummon gruppasini o'qitdik. Organizatorlar bilet sotgan, reklama bergan, qiynalgan, bilet sotilmagan o'sha Ummon guruhini narxini opravdat qilmagan. Hay, ko'ribdi, zal to'lmadi, ko'ribdi, foyda yo'q. Hay, shu organizatorlardan biz biletni pulini so'ramasligimiz uchun 4 dona muzika chiqib yoqsa bilardik shu Ummon guruhi. Shuni ham daja qilmadi. Hech kim Ummon guruhini konsertiga kirmasin, biletini ham sotib olmanglar. Ummon guruhiga faqatgina pul muhim ekan. Masalan, muxlislarni hurmat qilmasdan biz 3,5 soat ikkita bo'lam bilan isqa Ummon guruhini kutib, hatto 4 ta muzika o'qimadi, sharmanda. Hamma biletini qaytarish uchun kutib o'tiribdi, lekin qaytarib berishmayapti. Baqir-chaqir, odamni issig'ida kelgan, soat 7:30dan beri 2,5 soat davomida kutishgan. Mana shunaqa bardak. Soat 9:30da konsert boshlanishi kerak edi. Soatimiz 20:53. Biz kutibmiz. Ummonda nima bo'ldi? 2 soatdan beri biz kutibmiz, lekin umid qilib o'tiribmiz. Nimagadir chiqmayapti. Qaranglar, sahnaga olyapti, Ummon yo'q. Baribir kutaman oxirigacha. Men o'ylayapman 9:da chiqishi kerak. Tezroq chiqinglar, iltimos. Futbolkam araqlab ketdi. Xo'jaga 150 minglik do'mona. Xo'p. Bu esa sharga 13 minglik. O'rbek tasarruf. Xullas, bugun dastlabkilardan mavjud ko'rtugalar zayon ketdi. Nayskarmi? Boshqaning o'shanimizda borib olinadimi? Ertaga shunaqa kiradi. Rahmat. Masalan, katta fanatlaringiz Rasmni ko'ryapsan, nechinchi yildan? Yil oldin sizlarni konsertlaringizga birinchi marta chiqqanman. Men bilan rasm tushib ketganingizni даже ko'rdingizlar. Qarab turibman rostdan ekanmi? Yana Ummon Buxoroga qaytdi. Bu safar kattaroq joyda. Kerak bo'ladi? Buxoro Universal sport majmuasiga kelyapti jigarlar. Ya'ni Desk bansani oldida. Xudo xohlasa 17-iyul kuni 9:30da boramiz a. Albatta. Konsertga keldik. Konsert отказ bo'ldi. Shuncha odam. Dilimiy maksimal harakat qilibdi. Pulini oqlashga. Shuncha odamga pul qaytarib berish oson emas. Ummon yo'q, короче, kelmanglar. Assalomu alaykum Buxoro shahri. Biz Buxorodamiz. Bugun konsertimiz xudo xolisa juda ham zo'r bo'ladi. Bunga va'da beramiz va albatta hammalarni kutib qolamiz. Buxoro, biz shu yerdamiz. Mo qattasan. Pulim beringlar. Pulim beringlar, men ketaman. Qancha Buxoroda Ummonni konserti deb aldab bizani 2,5 soat kuttirib, просто Ummon yo'q, qaytib ketyapmiz endi. Shuncha xalq, shuncha kutish, qancha uzoqdan kelganlar bor, qancha umid bilan kelganlar bor. Nima deyishni ham
Ovqatni, kiyimni dastavkasini eshitgansizlar, shunaymi? Biletni dastavkasi hech kerak yo'q. Ana. Assalomu alaykum. Aka, yaxshimisiz? Mikrofon chaqib ushlang aka. Ummonni konsertga bilet zakaz qilgansizlarmi? Ana aka, nechta edi? 3 ta aka. Ana aka, 3 dona biletimiz. Ana shu dastavkani yo'lga qo'yganmiz aka. Buxoro shahar bo'yicha dastavkamiz. Umon kutomda dedim, lekin umonmaysiz. Soatni shu, ana bir umlashadi. Nechi bo'namadimi? Monday, spero che. Только мы скажем, что это